Assalomu alaykum, baraka Turkiya kanali obunachilar, hammangizga xayrli kun, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Umumiy yer maydoni 19 sotik bo'lgan ajoyib ko'rinishdagi joyni reklama etayapman. Egasini meni videoni pastida sarlavhada yozib qoldiraman. Kommentariya o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar, baraka Turkiya kanaliga podpiska bosib qo'yinglar. Shuni katta joy izlagan yakillar aynan shu videoni tashlab qo'yinglar. Adresini tushuntiradigan bo'lsam, Do'stlik ovul fuqarolar yig'ini 2-brigad 2-bo'lim Adil aholi punktida 160-uy ekan. Uyning ichini pallar bilan qo'ldan kelsa dasturib o'tamiz. Moskva va Podmoskvada yurgan yurtdoshlarimiz uchun ishonchli dokument xizmatlarini tavsiya qilamiz. Murojaat uchun pastdagi WhatsApp nomeriga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Svetdan muammo yo'q. Giramiz, evda chap qo'lda sanuzel. Aristollari bor, Aristondan so'z, bir rakovina o'rnatilgan. Ebidayna spa etib, chiroyli etib ishlangan. Polni devorlar hammasi oboy yopishtirilgan, remontdan toza chiqqan ajoyib joy. Yurt turalaringizni bir ham spa bor ekan. Spaga ebidayna lestnitsani chiroyli etib qoldirganlar. Ham podval hisobida foydalanasiz yana. Podval. Bu yerda ayvon 4 kat joy. Bir de bir kat joy bor. 4 metre 5 metre kungra pech qo'yilgan. Bu ham oboy jitga bo'ylab yopishtirilgan ekan. Jitga bo'ylab yopishtirilgan, kungra pech qurilgan. Eshikdan ham taxta eshik qo'yilgan ajoyib bunda. Ayvon. Nov narsa qolishi, nov narsa ketishini egasi bilan bemalol gaplashaverasiz. Bu yerda ham bir kat joy. Bu ham jitga bo'y, kungra pech qurilgan. Doğruda yana bir kat joy. Zal. Eni 4 metr, uzunluğu 7 metrega. Yani notajный patologlar urilgan, ajoyib etib. Keyin bir dena diski komnata etib qo'ysangiz ham bo'ladi, sklat hisobidan foydalansangiz ham bo'ladi. Bu ham tarafda yana bir ayvon. Yine. Bu ham remontdan ajoyib etib ishlangan remonti. Bir de bir xona 4 metre 5 metrelik. Bir de aşağı. Yani aşağısı ham keng etib ishlangan. Egasini meni videoni pastida yozib qoldiraman. Bu ham jitga bo'ylana ajoyib etib ishlayverlayni. Jitga bo'y. Hozir charvog'ini ham bir qator ko'rsatib o'taman. Yani bu charvog' yine. Charvog'dan katta ayvon chabayni. Ko'rib turibsiz. Bir de darvoza, girish qismi. Bu yon tarafimizda molxona, tovuqxona, shuncha narsa solingan yana. Bir de tovuqlar boqib turibdi. Molxona, tovuqxona bor bo'ldi. Egasini bemalol aloqa chiqarasiz. Joyni tashqi ko'rinishi. Polni shipirlar ham ajoyib etib ishlangan. 19 sotikli joy. Yer ham yaxshi yer ekib turilgan. Tega yer emas, do'stlikning yeri, zo'r akarsuv bor bir de. Akarsuvdan muammo yo'q. Bemalol egasini aloqa chiqarasizlar. Hammaga rahmat. Narxi $80,000 aytib turibdi, aytilgan baho sotilmaydi. Joyning bahosi $80,000. A380 yo'lni bo'yidan Do'stlikka qarab ketib kelasiz, Minar Mo'ki yonidan. Ibirayna yop bor, ko'pir. Shu ko'pirdan o'tganingizdan keyin chap qo'ldan 3-ko'cha. Shu ko'chaning oxirida taxminan 300 metrda o'tasiz. Taxminan 300 metrda kirasiz ichkari.